Hozir men sizlarga oylik to'lovi 400-500 ming so'm atrofida bo'lgan va kamida 1 yil qotmasdan maza qilib ishlatadigan top 3 ta telefon modellarini aytaman. Videoni oxirigacha ko'ring. Birinchi o'rinda hozirgi kunda eng ko'p sotilayotgan Redmi Note 15 modeli. Pamyati 8256 GB bo'ladi, 4 xil rangda bo'ladi. O'zingizga mos rangini bemalol tanlab olsangiz bo'ladi. Oylik to'lovi 1 yilga hisoblanganda oyiga 450 ming atrofida bo'ladi. Ikkinchi o'rinda sizga tavsiya qiladiganim Honor X7G modeli. Pamyati 8256 GB bo'ladi. Uncha-munchaga qotmaydi, maza qilib ishlatasiz. Uni ham oylik to'lov narxi 450 ming so'm atrofida bo'ladi 1 yilga hisoblaganda. Uchinchisi hozirgi kunda bozorda o'z o'rniga ega bo'lgan Samsung Galaxy A17 modeli. Dizayni zo'r chiqqan, qo'lga ushlashga juda ham qulay bo'lgan model. Uni ham ikki xil xotiraligi bor. 6 ga 128 va 8 ga 256 talik. Oylik to'lov narxi 400 ming so'm atrofida bo'ladi 1 yilga hisoblaganda. Ushbu telefonlarni 12.24 gacha bo'lib to'lashga xarid qilishingiz mumkin. Bu uchun sizga faqatgina pasport karta kerak bo'ladi. O'zingizni qiziqtirgan telefon modellarini narxini bilmoqchi bo'lsangiz, pastdagi tugmani bosib ma'lumotlaringizni qoldiring, biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz.